Maftanaxa. Labbi oyijon? Ha, u ishlaringizni qo'ya turing. Bu yoqqa keling, gap bor. Xo'p. Qiynalmayapsizmi? Yo'q, oyijon. Ha, yaxshi. Mana Xudoga shukr. Esalamon dekretlarga ham chiqib oldingiz. Endi mana ko'rib turibsiz. Bahromjonni ishi yurishmayapti. Ishi sal orqaga ketyapti. Endi nima desam ekan, mana oyligingizni bermadingiz, shuncha oy ishladingiz. Endi dekret chiqadigan bo'lsa, qimirlatmasdan olib kelsangiz, o'zim reja qilib ishlatardim. Ha, tushunaman. Lekin u pullarga o'zim ham reja qilib qo'ygandim, oyijon. Ha, qanaqa reja? Ha, undan keyin sizga nima bepul kerak? Mana ro'zg'orimiz bot, xudo xolasa. Bu yog'iga mana sarpa suruvlaringizga ega bo'lsa, hech narsa kam ko'stingiz yo'q. Hech narsa kerak emas-ku sizga. Tavba. Undan keyin mayli, gap ko'paytirmang. Men ham ishlagan pulimni erimga berganman rahmatliga. Ha? Kelinlar hammasi shunaqa bo'ladi. Uyim, joyim deydigan odam shunaqa bo'ladi. Mana shu paytgacha ishlagan pulingizni o'zingizga o'z ishlatdingiz. G'azibganim yo'q. Endi gapni ko'paytirmang. Dekret pulingiz chiqsa, qimirlatmasdan menga olib kelib bering. Tushundingizmi? Yaxshiyam oyijonni yig'ib yurgan pullarimdan xabarlari yo'q. Tezroq bu pullarimni omonatga qo'yishim kerak. Ha? Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nega hayot surib o'tiribsan? Ha, bir narsani o'ylab qo'ygandim. Agar ruxsat bersangiz, pullarimni omonatga qo'ymoqchi edim. Mayli, bilganingni qil. Pul o'zingniki-ku. Ishlatsang ishlat, ishlatmasang omonatga qo'yaver. Ha, endi pullar yig'ilib tursa, farzandimizning kelajagiga kerak bo'lib qoladimi deymanda. Biram aqllisan ey. Yosh bo'lsa ham kelajakni o'ylaysan, ha? Pul yig'ishni bilasan. Mana qara, umuman pul yig'ishni bilmayman. Pul kelsa ishlatib yuboraman. Avval mashina olaman deb pulni yig'ishni boshlagandim. Endi esa farzandimizning kelajagini o'ylayapman. Bankka borasanmi? Agar menga ruxsat bersangiz, ertaga onamlarning uyiga ko'rgani borardim. O'sha yerdan birotalar onam bilan bankka o'tib kelardim. Men-ku ruxsat beraman. Baribir ham oyim oldidan o'tib qo'y, xo'p? Xo'p, albatta oyijondan birinchi so'rayman. Ruxsat bersalar keyin boraman. Ha, aytgancha doktor ko'rigiga borishing kerak edi. Qachon borasan? Unda birinchi onam uylariga borib kelay, keyin doktor ko'rigiga boraman. Voy, voy. O'g'lim charchab keldi ham demaysiz, ha? Voy, tavba qildim. Chakangiz tinmaydi ya. Yaxshi keldingmi? Charchdingmi? Oyi ertaga keliningiz oyisini ko'rgani bormoqchi edi. Shunga ruxsat so'ramoqchi edi sizdan. Nima deding? Men xo'p dedim. Oyimdan so'rab ko'r dedim-da. Mayli, borsin. Vaqtliroq qaytib kelsa bo'ldi. Xo'p bo'ladi oyijon, vaqtli qaytaman. Bo'lmasam sen kirib yotaver, xo'p, kech bo'ldi. Qanaqa dam? Kelinlar dam olmaydi. Qancha chala qolgan ishlaringiz bor, o'shalarni qiling. Dazmolli narsalaringiz bor ekan, ularni dazmol qiling. Ana undan keyin yotasiz hamma ishlar qilib. Ertaga oyingizga ketar ekansiz baribir. Xo'p oyijon, xo'p. Oyi, ertaga ertalab ishga borishim kerak. Charchadim, borib yotay. Ne tövbe. Hozir xotining bilan gaplashib turganda binoda eding-ku. Men kelishim bilan charchog'ing chiqib qoldimi? Ha? Yig'ilish bor-da, oyi, ertaga. Ya Xudoyim, ey. Ha, bor, o'sha yig'ilishingga bor. Bor. Mayli, yaxshi o'tiring, oyi. Baba, bu bola qanaqa, ha? Onasi bilan gaplashamansa charchadim deb turadi, ko'zini suzib.
Oyjon. 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 Uzr oyjon. Ko'zim ketib qolibdi eshitdi. Ha? Ishlaymi, nima gap? Tinchlik, hamma ishlarni qilib bo'ldim. Aha. O'shanga ketayotgandim onam uylariga. Ha. Peshinda ovqat qildingizmi? Ha, qilib qo'ydim. Yaxshi. Bitta choy damlab bering. Xohlab ozgina tomog'im qurib qolibdi. Xo'p bo'ladi. Mm. Hozir. Hozir. Oyisini keramay ketyapti bu. Yo'q, yo'q. Ay, to'g'ri. Nima? Ay, tavba nega? Buncha pul qayerdan olding? Shuncha pulni oyisinikiga tashlab ketmoqchi bo'ldim. Damladingizmi? Baraka toping, rahmat. Oyjon. Hop, mayli, qolib ketmang oyizlarnikida, hop. Xo'p, tez Mayli, keladi. yaxshi bo'lib keling, ehtiyot bo'ling. Xo'p, yaxshi o'tiring oyjon. Hop. Baraka toping, ilohim, yaxshi bo'lib keling. O'g'lim nimaga menga ishimni mazasi yo'q, ozgina o'xshamay turibdi deydi. O'xshaganini xotinchasiga berayotgan ekan-da, ha? Shuncha pulni berib qo'yadigan ahmoq yo'q. Yaxshi qilibsan kelib. Lekin bir og'iz aytib qo'ymabsan-da. Bu narsa tayyorlab turardim, qizim. Oyi, anam shuning uchun ham yetmayman-da, sizni ovora qilgim kelmaydi. O'zingiz yaxshi o'tiribsizmi? Hamma yaxshimi? Sizlarni juda ham sog'inib ketgandim, oyi. Assalom, o'zing og'ir bo'lmay yuribsanmi? Ha, yuribman. Uydagilar yaxshimi? Yaxshi, hamma yaxshi, oyijon. Haligi, oyi, bugun sizni vaqtingiz bormi? Ikkalamiz birga bankka o'tib kelsak degandim. Xo'p, bo'ldi. Bilasiz, ozmos yig'ib qo'ygan pulim bordi. Shuni ishlatib qo'ymaydi, bankka omonatga qo'yib qo'yay degandim. Yaxshi o'ylabsan. Juda ham yaxshi o'ylabsan. Borib kelamiz. Bo'ldi. Men hozir shunday kiyimimni almashtirib chiqay. Tushunmadim. Oyi, Oh, oyi qarab boring. hozir. Ha, qizim. Endi kiyimimni almashtirayotgandim. Ha, nega rangi oqarib ketdi? Oyi, Ha? pulim yo'q. Voy. Yaxshilab qaradingmi? Balki uyingda qolgandir. Yo'q, oyi. Shu sumkamni ichida edi, shunda yoniga solib qo'ygandim, oyi. Voy, haligi kuyovimga qo'ng'iroq qilib ko'rginchi, balki uyda qolgandir, qarab berar. Tushunmadim. Alo, Alo. assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q. Haligi bir narsani so'ramoqchi edim sizdan. Men ertalab onamnikiga kelayotganimda sumkamga pulimni solgandim. O'shani ko'rmadingizmi? Uyda qolib ketmabdimi? Nima yo'qotdingmi? Mabodo siz olmadingizmi pulimni? Jinnimisan? Pulni olmoqchi bo'lsam, oldinroq olgan bo'lardi. Ha, mayli, ko'rmadingizmi deyotgandim. Xo'p.
Nimaga? Ko'rmabdimi? Ko'rmabdilar ham, olmabdilar ham. Mayli, sen asabiylashmagin, uyingga borib yaxshilab qidirib ko'rasan, pul topiladi. Sen o'zingni o'yla, farzandingni o'yla. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yur qizim, choy ichaylik. Xo'p, oyi. Yur. Qayerga qo'ygan bo'lishim mumkin, ha? Sumkamga solganim aniq esimda-ku. Maftuna, pulni topmadingmi hali? Yo'q, topa olmadim. Hamma joyini qaradim. Lekin aniq esimda sumkamga solgandim o'sha pulni. Ayta qoling, siz olgansiz-a pulimni? Aqling joyidami? Pulingni nima qilaman sani? Yaxshi, unda siz olmagan bo'lsangiz, demak Oyjon olganlar. Bu gaping bilan oyimni o'g'ri demoqchimisan? Yo'q, o'g'ri demoqchi emasman. Pulni ko'rib qolib, o'g'limni puli bo'lsa kerak, yo'qolib qolmasin deb etbetga olib qo'ygandirlar, bekitib qo'ygandirlar. Shuni so'rab ko'ring Oyjondan. Oyimni sani pulingga qarab qo'ygan joylari yo'q. Qolaversa nima deb so'rayman? Yaxshi, agar so'rashga xijolat bo'layotgan bo'lsangiz, mana men o'zim so'rayman. Maftuna, o'zingni bos. Homilador bo'lganing uchun senga qattiq gapirmayapman. Hozir so'rasak ranjib qoladilar. Jahllari chiqadi, bilasan-ku. Xo'p, o'zingiz yotig'i bilan tushuntiring. Men aralashmayman, o'zingiz so'rang, yana pastda oshxonada choy ichib o'tiribdilar. Agar o'zingiz xijolat bo'layotgan bo'lsangiz, yuring. Men turaman yoningizda. Yo'q, sen shu yerda bo'l. O'zim borib gaplashish kerakman. Yaxshi, so'rab ko'ring. Oyi. Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshi. Tinchlik, nima gap? Oyi, sizda gapim bor edi. Nimadan boshlashni bilmayapman. Nega bilmaysan? Boshla nimadan bo'lsa ham. Oyi, keliningiz pul yig'ayotgandi. Ha. Shu pullarni yo'qotib qo'yibdi. Uyda bu joyda tushirib qo'yganmi? Mabodo ko'zingiz tushmadimi? Nega o'zi so'ramaydi? Tiliga chechay chiqqanmi? Maftunani noto'g'ri tushunmang deb o'zim so'rayapman. Qarang-ya. Seni menga qayrab chiqarib yuboradi-yu, noto'g'ri tushunmang deb o'tiradimi? Ha, bu degani seni menga qarshi qo'yish-ku. Qani? O'zing chaqir. Oyi, Maftunani nima qilasiz? Janjal boshlamang. Chaqir dedim. O'zi so'rasin. Xo'p. Maftuna? Maftuna? Chaqir. Chaqirdingizmi Oyijon? Luisiya qolibdimi? U qanaqa pul edi? Oyizga borganda pullarni berib kelib, betga kelib yo'qoldi degan ovoza qilyapsizmi? Yo'q, unaqa emas. Men sumkamga solgandim. O'sha solgan joyimdan chiqmadi. Shunga siz ko'rmadingizmi deb so'rayotgandik. Yo'lda o'g'irlatgandirsiz. Yaxshi kunlarga ishlataman deb yiqqan pulim edi. Ha, yaxshi niyatgami? Yiqqan bo'lsangiz juda ham yaxshi. Juda ham yaxshi. Oilamizga ozgina bo'lsa ham hissangizni qo'shibsiz. Yaxshi niyatga ketdi u ham. Oyi, pullar sizdami? Sizda bo'lsa bering pullarni. Pul yo'q. Niyatingizga yarasha yaxshi niyatga sarf bo'ldi. Pullarga sizni ovutganda qarz bo'lib qolgandik, o'shalarni to'ladim. O'zi shuncha pulni sizga nima keragi bor? Oyi, unaqa qarzimiz yo'q edi-yu. Mayli, qolganini bo'lsa ham bering. Umuman sen nimaga xotinlar ishiga aralashasan? Ha? Maftuna homilador. Asabiylashmasin.
voy hali men asabini buzyapmanmi? Ovozimni ko'targanim yo'q, yumshoqqina gapirib turibman, haqiqatni aytib turibman, yaxshilikka sarf qildi deb turibman. Mana endi asabi buzilsin. Qirilib. Qo'y siqilmagin. Sen shuncha pulni nima qilasan? Mayli, oyim ishlatibdilar. Senga nima kerak bo'lsa o'zim olib beraman. Axir qiynalib topgan pullarim edi. Maoshimga qancha qiynalib yig'gandim. Farzandimizning kelajagi uchun kerak bo'ladi. Yaxshi orzularim uchun yig'ayotgandim. Shuni yig'masdan ishlatish kerak edi. Halitdan tug'ilmagan bolaga shuncha pulni nima keragi bor? Bu nima deganingiz? Nima? Bola shunda tug'ilmasinmi? Yo'q. Sen noto'g'ri tushunding. Menga qaragan pulni muammo qilmagin, ertalabdan shu pul deb boshimni og'ritib yubording. Yaxshi. Maftuna. Boshim og'rib. Nima qilishni bilmayman. Onamning tarafini olsam, xotinim xafa. Xotinim tarafini olsam, onam xafa bo'ladi. Nima qilsam aytaman? Dadasi, shu oxirgi paytlarda ko'p siqilyapsiz-a? Kreditni o'ylabmi? To'lashga qiynalyapsiz-a? Qiynaldim desam, yordam berarmiding? Yo tillalaringni sotasan? Yordam beraman. Mana shu yetadimi? Kreditingizni to'lab, ortib ham qoladi. Kimdan so'rading? Voy, oyim berdilar. Oyingdan pul so'rading? So'raganim yo'q, o'zlari berdilar. Noligan bo'lsang kerak turdi. Yo'q, kelinni pullari ekan. Kelinni puli deysanmi? Kelinni puli umuman kerak emas menga. Kelinni o'zi oyimga beribdi. Oyim ham menga kreditinglarni yopasizlar deb berdilar. Nilufar, yaxshilab eshit. Kreditni men olganman. To'laydiganam men. Sen umuman qayg'urmagin, xo'p? Mana bu pulga keladigan bo'lsak, bu pullar kelinning o'ziga kerak. O'zi zo'rg'a yurgan bo'lsa, nega pul kerak emas ekan? Ber pulni. Bahrom o'ziga beraman bu pullarni. Sen oyingga aytishing shart emas. Bilaman oyingni. Tavba. Homilador kelinni pullarini menga berishing qara. O'zi beribdi dedim-ku. Tavba, men oyimdan pul so'raganim yo'q, o'zlari berib ketdilar. Mayli, kechiring. Men oyim bersalar olib kelaveribman. Men senga doim aytaman. Uydagi gapni ko'chaga olib chiqmagin deb aytaman. Qilg'ilag'i qilib qo'yib, doim kechirim so'rab o'tirasan, ha? Meni g'ururimni o'yladingmi? Ertaga kelinni yuziga, oyingni ko'ziga qanday qilib qarayman? Agar bundan keyin yana nimadir olib keladigan bo'lsang, uyingga haydaveraman, tushundingmi? Tushunding-a? Bu pullarni men Bahromga olib borib beraman. Nima gapingiz bor edi? Tezroq gapirsangiz, men uyga ketishim kerak. Kunam kech bo'lib ketdi. Qayerga shoshilasan, o'zi endi kelding-a? Vaqtim juda ham kam, ketishim kerak dedim-ku sizga boya telefonda ham. Men seni tanimayman, Komila. Na salom bor, na Ali bor. Assalomu alaykum. Voy qizim, va alaykum assalom, yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Yaxshi, oyim. O'tir. Ha? Tinchlikmi? Yig'ladingmi? Oyi. Pullarimni oyijon olibdilar. Voy. Nima qaynonangni o'zi aytdimi? Ha, o'zlari aytdilar. Sizga pulni nima keragi bor dedilar menga. Balki unutib qoldirgan deb o'ylab, o'g'liniki deb o'ylab olib qo'ygandir, borsang berar. Oyijon.
Men pullarimni sumkaga solganimni juda ham yaxshi eslayman. Qaynonang kap katta ayol o'ziga yarashmaydigan ish qilishiga ishona olmayapman-da qizim. Kuyovim nima dedi? Kuyovingiz hali tug'ilmagan bolaga pulni yig'ib nima keragi bor deb aytdilar. Ha, endi unga ham oson emas-da. Seni ko'nglingga qarasa oyisi, oyisini ko'ngliga qarasa sen xafa bo'lasan. Uni ham tushunda qizim. Lekin qudamdan bunaqa ishni sira ham kutmagandim. Menga qara. Shunda sen uydan arazlab chiqib ketdingmi? Ha, pulimni qaytarib berishmaguncha uyga bormayman. Voy, shu pul o'lgur seni hayotingdan ko'ra muhimroqmi qizim? Oyi, xo'p siz ham meni to'g'ri tushuning. Men uyda o'tirsam, shu bolam uchun, kam ko'ztuv uchun shu pulni ishlataman deb yig'ayotgandim. Nimasi yomon buni? Yoki nima? Men uyda o'tirdim demak menga pul kerak emas deb o'ylaysizlarmi? Erim pulni bermasa menga, Mayli, qo'y qizim, asabiylashma. Senga asabiylashish mumkin emas. Shunda sen bugun shu yerda qolasanmi? ha. Shu yerda qolaman. Nilufar yaxshimisan? Ha, bolalaring yaxshimi? Ana kreditlarni yopdinglarmi? Ha, kreditni yopdik, oyi, rahmat. Maftuna pullarni so'ramadimi? Pullarimni qaytarib bering dedi. Ko'ziga qarab turib loq etib, men pullarni ishlatib bo'ldim dedim. Sizga pulni nima keragi bor? Ro'zg'or but bo'lsa, hamma yoq tayim bo'lsa, yaqinda sarpalaringiz yangi bo'lsa, nima keragi bor desam, nimamish? O'zimni orzularimdan kechib, bolamni kelajagiga saqlab qo'ymoqchi edim. Onam bilan borib banka qo'ymoqchi edim deydi. Ha, qani? Voy, meni o'g'lim pul topsin-da, u banka qo'yadimi? Rohatini bilibdi-ja. Yaxshi qildim. Shu pulni deb ukamning oilasi buzilib ketmasin. Yo'q, ajrashmaydi. Onasinikida necha kun yurardi. Hali onasini ham joniga tegib ketadi. Oy, buni olib bering, oy, buni olib bering desa, bir ikki sarf qilsa oyisi, yo'q, hali keriydi. Tug'ish kerak, tuqqandan keyin bizga qaytib keladi yana. Yog'ini o'ylama. O'ylama, aralashmasan. Yomon fikr etasan sen. Qachon kelasan? Bitta o'zim yuragim siqilib yorilib ketyapman-ku. Hozir ishlarim ko'p. Keyinroq boraman. Tavba. Odam oilasi ichida bo'lar ekan-a. Kuyovni kreditini yopishga qarashvordim. Biroq telefon qilib, "Oyijon, rahmat. Ancha yengil bo'ldim" demaydi-ya. Voy bezbet. Minnatdor bo'lmaydi, bilaman uni. Ko'rmaganni ko'rgani qursin. O'zlaricha hamma narsa bisyor bo'ladi. Biz o'g'il bolamiz, erkakmiz deydi-yu, bu yog'iga saldor kelib qoladi. Maftuna, qizim, yur ovqatlanamiz. Kelinoying sen yaxshi ko'rgan taomni tayyorlab qo'yibdi. Yur. Yo'q, qornim ochmas oyi. Ishtaham ham yo'q. Nima, qorningdagina ham qorni ochmabdimi, qizim? Bilmadim. Sen siqilib bunaqa yig'lab o'tirganing bilan hech narsani o'zgartira olmaysan. O'rtada bolaga jabr qilganing qoladi. Sen o'zingni qo'lga olgin. Vujudingdagi murg'akni qiynamagin. Axir unda nima ayb, qizim? Oyi, kuyovingiz hatto bir marta hol ahvolimni so'rab, qo'ng'iroq ham qilmadilar. Kuyovim o'zi yomon yigit emas. Vaziyat yumshashini kutayotgandir-da. Uyga bormaganimga 3 kun bo'ldi. Men-ku mayli hech bo'lmasa farzand uchun mendan xabar olsalar bo'lardi-ku. Unda sen kuyovimga qo'ng'iroq qil. Yo'q. Men qaynonamdan juda ham qattiq xafaman. Meni pulimni olganlari uchun juda ham xafaman, oyi. Mayli qizim, qo'y. Yur ovqatlanaylik. Keyin kechki sayrga chiqamiz. Yo'q. O'zinglar ovqatlanavringlar. Men keyinroq yurman. Qizim, nima? Kelinoyingni hurmati yo'q? Seni o'ylab, atiylab sen uchun ovqat qilgan bo'lsa, seni noz qilishingni qara. Oyi, belim og'riyapti. O'zinglar ovqatlanaveringlar. Ha, endi kuni bo'yi faqat yotgandan keyin bel og'riydi-da.
menga qara qizim, agar ja eringni sog'ingan bo'lsang, bor ana ketaver. Hech qachon. O'zlari kelib olib ketmagunlaricha men bormayman uyga. Bo'pti, unday bo'lsa, tur. Yuragim misqi, bunaqa yig'lab yotavermagin. Yur, ovqatlanamiz. Sen halitdan arzimagan narsaga tushkunlikka tushib qolsang, Xudo asrasin, meni boshimga tushgan narsa senikiga tushsa nima qilasan, qizim? Voy qizim, sen kuchli bo'lishing kerak. Farzandingni himoya qilishing kerak. Arzimagan narsaga arazlab olsang qanday bo'ladi? Meni boshimga tushgan narsalar esingda, qizim. Hammasi vaqt o'tib o'rniga tushadi. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi, qizim. Sen sabr qilsang bo'lgan. Tura qol. Xo'p, oyi. Kechiring. O'zim o'rgilaysan. Tura qol. Yur, sekin tur. Assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Alaysiz charchamayapsizmi? Opam, jiyanlarim yaxshimilar? Yaxshi, rahmat. Uydagilar yaxshimi? Yaxshi. Oyijon yaxshilarmi? Xudoga shukr. Tinchlikmi, pocha? Tinchlik emasda. Nima bo'ldi? Opingiz 2 kun oldin menga pul olib kelib bergandi. Oyim beribdi. Xo'sh. Shu pulni sizga berib qo'ymoqchiman. Buni nimaga menga beryapsiz? Haligi bu kelinni pullari ekan. Omonatni egasiga berib qo'ying. Oyjon opangizlarga kredit yopasizlar deb bergan ekan. Rahmat, pocha. Uyga yuring. Keyingi safar kiraman. Faqat men kelganim Oyjon bilmasinlar. Salom ayting uydagilarga. Xo'p. Xo'p. Alo, Maftuna? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Qachongacha arazlab yurmoqchisan-a? Uyga qaytmaysanmi? Bilmayman. Pullaringni topdim. Rostdanmi? Qayerda ekan? Oyim pullaringni opamga bergan ekanlar. Hozir pochcham kelib pullarni berib ketdi. Ish qilib aldamayapsizmi? Istasang rasmga olib tashlayman. Ishon. Iltimos pullarimni hoziroq olib kelib bering. Sen o'zing kelsang yaxshi bo'lardi. Oyim ham qiynalib ketdilar. Istasang seni o'zim olib kelaman. Yaxshi. Unda o'zingiz kelib, meni olib keta qoling. Bo'pti, gaplashamiz, xo'p, mana. Oyijon, Ha? Yodaman. oyi, nima qilyapsiz? Sizga zararmi shu ishlar? Men qilmasam kim qiladi? Ha? Opangga uy ishlariga qarash borsam, kelini qaytarib olib keling deb menga aql o'rgatadi. O'rgatma aqlni. To'g'ri aytibdilar. Nimani? Kelinni olib kelaman bugun borib bo'lmasam. Menga qara. Olib kelmaysan. Bildingmi? O'sha kuni ko'rdingmi, ko'zimga baqirib turib, "Voy, o'zimga kerak bu pulla" deydi. Mayli bo'lmasam, oyi, qo'ng'iroq qilaman, o'zi uchib keladi, oyi, ko'radi. Yo'q dedim. Olib kelmaysan. Olib kelsang darrov boshingga chiqib oladi. Oyisinikida 3-4 kun o'tirsin. O'ylab ko'rsin, kimda xatoligini. Ha, bemalol oyijon, sizdan pul aylansin desa bo'ladi-ku. Undan keyin biz haydadikmi uni? Ha? Haydadikmi? O'zi lipillab olib arazlab ketdi. O'zi ketar yor, o'zi kelar yor deydi, bildingmi? Mana men ham yoshligimda qaynonamga butun maoshimni berganman. Bir tiy so'ramaganman. Mana kam bo'lganim yo'q, yuribman yayrab. Oyi, opam ham moshini o'ziga olib qoladi-yu, hech kim so'ramaydi. Opangni aralashtirma bo'tga. Nima aralashtirasan opangni? Bir narsa sen opam deysan, xotiningni hozir olib kelsang, tili uzayadi. 1-2 oy tursin o'sha yerda. Ozgina qiynalsin onasi. Ha? Keyin o'zi kechirim so'rab olib kelib tashab ketadi. Sizga qarashardimidi? Kerak emas. Kerak emas, lekin charchayapman. Tezroq kelganda menga qarashgin. Oyi, shu ishlar issiqda sizga zararmi, ha? Ha? Zarar?
Undan ko'ra men bir ishchi olib kelay, sizga qilib beradi hammasini. ishchiga puling bormi? Menga ber o'sha pulni. Menga ber. Menga ber. Mana hamma pulim sizga, oyi. 10 ta qarashadigandan ko'ra o'zim yaxshi qilaman. Bo'pti. Oyi, shunaqa issiqda zararmi sizga? Ha, men qilmasam kim qiladi, lekin eng tezroq kelgan ishdan hopmi menga qarashasan. Engasam boshim aylanyapti. Mayli, oyi. O'zingizni ehtiyot qiling. Xo'p. Voy, Oyi, voy, oyi. Oyi, sizga nima bo'ldi, oyi? Oyi. Oyi. Opa, keldingizmi? Yaxshimisiz? Oyim yaxshimi? Nima bo'ldi? Ha, qon bosimlari oshib ketibdi. Voy, nimaga oshadi qon bosimlari? Bilmadim, tez yordam keldi. Dori yozib berishdi. Dorilarni vaqtida ichish kerak ekan. Shunga opa, agar vaqtingiz bo'lsa, bir 10 kun biznikida bo'lib turing. Voy, 10 kun men oyimga qara olmayman. Xotiningni chaqir. O'zi shu Maftunani deb shu ahvolga tushdilar-yu. Shu arzimagan pullarni deb o'rtasida janjal bo'ldi. Arazlab keyin Maftuna ketib yubordi uyiga. Xotining homilador bo'lsa, oyim ham bu ahvoldalar. Sen uyda o'tirib oyimga qaraysanmi, ishga borasanmi? Men ham imkoniyatimdan kelib chiqib, onda-sonda kelib turaman oyimga qarashga, xo'p? Seni xotining oyimni parvarishlaydi. Bugun qo'ng'iroq qilgan, xo'pmi? Mayli. Men oyimdan xabar olay. Ha. Alo. Maftuna, yaxshimisan? Oyimni toblari qochib qoldi. Shunga uyga kelmasang bo'lmaydi. Qon bosimlari ancha yuqori bo'lib ketibdi. Hoziroq yetib boraman. Mayli, xo'p, kutaman. Oyjon, yaxshimisiz? Odam qo'rqitib yubordingiz-ku. ancha yaxshiman, Xudoga shukr. Qon bosimingiz ko'tarilib ketibdi, oyi. Qaramabsiz. Oyi. Har 6 oyda muolaja olib turardingiz. Bu safar cho'zilib ketibdi. Olmabsiz-da. Meni kechiring. Nega kechirim so'raysan? Vaqtida sizga qaramaganim uchun. Kechirim so'rama, bolam. Assalomu alaykum, oyijon. Voy, yaxshimisiz, Maftuna? Nega keldingiz? Oyijon, sizdan xavotir oldim. Ancha yaxshimisiz? Yaxshi. Hozircha issiqqina sho'rva qaynataman. Ichib olasiz, a? Yo'q. Og'rib bo'lmang. Hech kim kelmayapti. Oyi, unaqa demang, ovqat ichishingiz kerak, sizga kuch bo'ladi. Hech narsa ham kelmayapti. Ovqatingizni qilib. Xo'p bo'ladi, opajon, hozir. Oyi, to'g'risini aytsam, kuyovingizga indamasdan kelgandim. Shunga bora qoling, ertaga kelaman, oyijon. Keliningiz keldi-yu. Qayerda bo'lsanglar ham tinch bo'linglar. Mayli, oyijon, ertaga kelaman yana, xo'p? Qarab turasan. Oyi. Hozir Maftunaga aytaman, dorilaringizni beradi, xo'p? Bolam. Meni kechiringlar. Oyi. Nimaga unaqa deysiz? Sizni yaxshi ko'ramiz, oyi. Hozir kelaman. Oyi. Sizga qarash o'rniga uxlab yotibdimi? Uyg'otma. Shu ahvolda ham kechasi bilan menga qarab chiqdi. Senchi?
birorta baqbatroq ovqat buyurtma qil. Oyi, sizga mumkin emas-ku. Yo'q, menga emas. Bolam bir narsalar yegisi kelgandir. Bordir. Obke. Xo'p, xo'p. Sizni ovqatingiz nima qilay? Borak. Mayli. oyijon kechiring, ko'zim aylanib qolibdi. Uzr oyijon. Hech qisi yo'q, bolam. Yaxshimisiz oyi? Yaxshi. Bolajonim, sizdan olgan o'sha pulni nafaqamdan yiligacha to'layman. Axir bo'ynimda qarz. Oyijon, sizga hech qanaqa qarzingiz yo'q. Hammasi joyida. O'ylamang. Baraka toping. Hay, nima bo'ldi bolam? Ha? Boshlandimi? Oyijon, Ha? kechasi bilan o'zi belim og'rib chiqqandi. Voy, nimaga aytmaysiz baxliroq, ha? Hay, bolam, voy, Bahrom, Oyi, tez chiq bu yoqqa. nima bo'lyapti? Oyi, ishga kech qolyapman. Tez bo'l bu yoqqa, kelin, dardi boshlanganga o'xshaydi. Sekin, sekin. Voy, Tez doktorga olib bor. Uni dardi boshlanib qoldi. Maftuna, yaxshimisiz? Sekin, ehtiyot bo'l. Nima qilyapsan? Makkabushim, oyog'ingizga hazır bo'ling. Sekin. Akamda beldan mundoq o'shancha yordam berib, ha? Bo'ldi, mana. Voy, qanaqasilar, Hozir. voy, yoshlar bir-bir qattiq yetmagan, ey. Voy xudoyim, ey. Voy xudoyim, ey. Oyi! Ho, Oyi! Labi. Oyi! Tabriklang! Siz buvi bo'ldingiz! Voy, o'zim Oyi. o'rgilay. Nima tug'di? O'g'il! Voy, o'zim o'rgilay, umri bilan bergan bo'lsa, iloyim, iloyim. Ha, oyi, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Tinchlik. Nima yig'layapsiz? Sevinch yoshlar, bolam, sevinch yoshlar. Oy, jonim o'zim. O'g'il degan, Ha, o'g'il. uni ismini ham tanlab qo'yganman. Umar bo'larmikan? Juda ham chiroylisan ekan, oyi. Maftunaga yoqarmikan? Albatta yoqadi, oyi. Qudamni oldilaridan ham o'taman. Umar, Zo'r. Juda ham chiroylisan ekan. Oyi, bo'lmasa men Maftunaga kerak narsalarni olib chiqay. ola qol. Birga borib Esingdan kelamiz. chiqmasin, ha. Ha, atalar ham qilib qo'yganman, birga olib ketamiz. Xo'p, oyi. Voy. Assalomu alaykum. Xudo yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Suv ichib bering. Nabiralar muborak bo'lsin. Bu bo'ldingiz. O'zingizga ham muborak bo'lsin. Esalimon qutulib oldi, Xudoga shukr. Yaxshi. Ha, ismini ham tanlab qo'yuvdik, sizni oldingizdan o'taymi? Umarjon bo'lsa bo'ladimi? Voy, ha, albatta ma'qul. Siz qanday ism qo'yishi lozim topsangiz, menga ham shu ma'qul bo'ladi-da. Ha, shunaqa qiz tarbiya qilganingiz uchun rahmat sizga. Iloyim umr uzoq bo'lsin. Voy, sizga ham rahmat. Shu kunlarda qizimni ko'zi yorishi kerak deb ko'zimga uyqu kelmayotgan edi. Yig'lamang Xudo, yig'lamang. Bu sizga, meniki ham quvonch yoshlari. Iloyim o'zidan ko'paysin.